Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Qarshi shahridagi oshxona mebelimizni o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Ko'rib turibsizlar. Ishimizga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Akrildan bo'lgan, AGT akrildan. Buni usta akalarimiz juda yaxshi biladi. Puliga yarasha sifati ham juda ham moshni. Qimmatligining asosiy sababi ikki tomonlama bo'ladi. Bir xil. Matoviy rangdan ishlatilgan. Chiroyli chiqishi uchun podsvetkalar o'z o'rniga qo'yib berganmiz. Xudo xolisa, pastlari bilan yonadi. Bu tomonda shishali eshik qo'yilgan, polkalari ham shishadan bo'lgan. Ayrim joylariga ahamiyat qilmaysizlar, hali changlari to'lig'icha artib tozalanmagan. Eshiklariga ham mexanizmli davotchiklarni yaxshisidan qo'yib berganmiz. Sensorni podsvetkalari xiralashib yorug'lashadi o'zi. Xullas shu ish.